Bu uyga 1 dan 10 gacha bitta baho bermasangiz bo'lmaydi. Ko'ryapsizlar, o'zim ham oppoq qarab kiyim olganman. Uyimizga kirganingizda ham bag'ri dilingiz ochiladi. Ushbu kvartiramiz ijaraga berilmaydi, sotiladi. Oldindan eslatib qo'y. Eshikdan kirishimizda ko'rganingizdek chap qo'limizni polniy perforka mebellarni yig'ib qo'yishgan. Bu quruvchini balansidan shu holatda o'tmagan. Akamiz o'zlari yashayman deb qilgan ekanlar. 2 xonali kvartiramiz 50 kvadrat bo'lishiga qaramasdan kirgan odam hech kim 50 kvadrat bermaydi. Eshikdan kirishimizda oshxona qismimiz как studiya qilib tayyorlangan. Ko'rganingizdek kattagina holi bor, o'zining televizorlari bor. Bu tarafda bitta xonamiz bor. Ko'rganingizdek bu xonamdan shinamgina yaxshi holatda turibdi. Remontdan endi chiqqan ozgina bu yoq qaraydigan joylar bor. E'tibor bermaysiz. Bitta xonamiz bor. Keyingi xonamizdan ko'rsatib o'taman. Bu tarafda yana bitta xonamiz bor. Xohlasanglar bu tomonni o'zingizlarga, bu tomonni farzandlaringizga spalniya qilib bersanglar bo'ladi. Bu tomonni uglov mebellarni qo'yib, mehmonxona qilsanglar ham bo'ladi. Studiya kvartira qilib tayyorlangan. Ushbu kvartiramiz zudlik bilan sotiladi. Subsidiyaga chiqqan 4 oy to'langan. Olgan odam qolganini davom ettiradi. 19 yil 8 oy kreditini davom ettirish kerak, subsidiyaga olingan. Ushbu kvartiramiz narxiga to'xtaladigan bo'lsa, $16,700 deyilmoqda. Sunnatiga o't beradigan joyi bor. Kommunal tarmoqlarga keladigan bo'lsa, umuman muammo yo'q. Barcha tarmoqlar o'z o'rnida shakllantirib qo'yilgan. Gaz, suv, svet umuman muammo yo'q. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilib, uy egalari bilan bog'lanib, kelishilgan narxda xarid qilishingiz mumkin. Barchani Namangan ijara uylar kanalida kutib qolamiz. Eng originallari faqat bizda bo'ladi.